Assalomu alaykum, kanalim kuzatib borayotgan gulga ishqiboz o'rtoqlar, mana seriyanimiz gulladi aytganim. Bu italyanskiy seriyan bo'ladi. Mana bu joy unaqa baland bo'lmaydi, mana shuna pastda turadi. Buni fishkasi, buni hidi bo'ladi. Bu ana oddiy местный seriyalarga qaraganda vashsha hidi dahshat buni. Mana bu 8 yilliga bu. Vashsha 9 yil bo'lyapti. Ko'rsanglar bo'ladi. Butun qo'lini tutadi hidi buni. Mana. Ko'ring va maza qiling deydi. Serialni yoqtirmaydigan odam bo'lmasa kerak menimcha. Yana archalardan eng yaxshi ko'rganim mana Hopsi turi bo'ladi. Bu Hopsi. Mana uyg'ondi bular уже, mana pochkalari ochilishni boshladi уже. Mana eng chiroyli Hopsilardan bittasi bu ham. Katta qilish sal qiyinroq, lekin juda chiroyli archalardan bittasi bu ham. Mana Pinus bo'ladi bu. Bu ham juda chiroyli archa. Mana uyg'onishni boshladi bular ham. Sekin. Mana Nandini bu ham. Bu ham juda chiroyli, barglarni o'zgartiradi, har xil faslda har xil rangga kiradi. Mana mevalari katta bo'lib qoldi bu ham ancha. Mana Arizonskiy kiparis bu ham katta bo'lyapti o'sha ancha. Mana bu 6+ bular hammasi. Uyg'onishni boshladi.